Sahnada porlab turgan bu yulduzlar aslida qanday sinovlarni boshdan kechirganini bilasizmi? Bugun biz siz bilan ajrashgan 5 mashhur o'zbek yulduzining hayotiga nazar tashlaymiz. Ularning ba'zilari bu haqda ochiq gapirgan, ba'zilari esa sukut saqlagan. Lola Yo'ldosheva. Lola o'zbek estradasining eng porloq yulduzlaridan biri. U 2005-yil Shohrux ismli biznesmen bilan turmush qurgan. 6 yil davomida ular birga yashashdi, ammo 2011-yilda ajrashishdi. Farzandlari Shahina Begim va Shohdiyor hozir onasi bilan. Shahzoda, ya'ni Zilola Musayeva. Shahzoda o'zining sahnadagi porlashi bilan tanilgan. U Tarona Records asoschisi Ravshan Yo'ldoshev, ya'ni Lola Yo'ldoshevaning otasi bilan turmush qurgan. Ular o'rtasidagi ajralish jamoatchilikka ko'p oshkor qilinmagan bo'lsa-da, bir nafar qizi Milana bor va u onasi bilan yashaydi. Rayhon G'aniyeva. Rayhon va aktyor Yigitali Mamajonov 2014-yilda turmush qurishgan. Ularning egizak farzandlari bor, ammo 2019-yilga kelib ular ajrashgani haqida mish-mishlar tarqaldi. Ko'p o'tmay ular ijtimoiy tarmoqlarda bir-birlariga qarshi postlar yozishdi. Ulug'bek Rahmatullayev. Romantik qo'shiqlari bilan tanilgan Ulug'bek Rahmatullayev ham shaxsiy hayotda sinovlardan o'tgan. U bir necha yil oldin ajrashganini ochiq e'lon qilgan. Hozirda o'g'il bilan birga yashaydi. Ziyoda Qobilova. Ziyoda sahnadagi nozik va sokin obraz. U turmushga chiqqan, lekin eriga oid hech qanday ma'lumot yo'q. 2020-yillarda ajrashgan. Hozirda sahnaga kam chiqadi va farzandi bilan vaqt o'tkazmoqda. Bu yulduzlar sahnada jilvalansa-da, shaxsiy hayotda ko'pchilik bilmagan og'ir sinovlarni boshdan o'tkazishgan. Sizningcha eng qiyin ajrashuv qaysi biri edi? Kommentariyada yozing va kanalga obuna bo'lishni unutmang.